2026 Chevrolet Damas yangi avlod modeli ixcham olchami, zamonaviy tashqi ko'rinishi va kundalik foydalanish uchun qulay imkoniyatlari bilan e'tiborni tortadi. Ushbu avtomobil shahar ko'chalarida harakatlanish uchun moslashtirilgan bo'lib, yoqilg'i tejamkorligi va amaliy salon dizayni bilan ajralib turadi. Yangilangan old panjara, LED yoritish elementlari va zamonaviy kuzov chiziqlari unga yanada jozibali ko'rinish beradi. Salon ichida qulay o'rindiqlar, keng bosh joyi va foydali saqlash bo'limlari mavjud. Multimedia tizimi smartfon ulanishini qo'llab-quvvatlaydi va haydovchiga barcha asosiy funksiyalarni oson boshqarish imkonini beradi. Xavfsizlik uchun apps, havo yostiqchalari va elektron barqarorlik tizimi kabi zamonaviy texnologiyalar kutilmoqda. Yangi osma tizimi notekis yo'llarda ham qulay harakatni ta'minlashga yordam beradi. Dvigatel iqtisodiy ishlashi bilan birga yetarli quvvatni taklif etadi. Bu esa shahar va qisqa masofali sayohatlar uchun yaxshi tanlov hisoblanadi. Bagaj hajmi kundalik ehtiyojlarni bemalol qondira oladi. Chevrolet ushbu modelda ishonchlilik, qulaylik va arzon ekspluatatsiya xarajatlarini birlashtirishga intilgan. Agar siz ixcham, tejamkor va zamonaviy oilaviy avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, 2026 Chevrolet Damas sizni qiziqtirishi mumkin. Ushbu videoda avtomobilning tashqi dizayni, saloni, texnik xususiyatlari, ehtimoliy narxi va bozordagi raqobatchilarga nisbatan afzalliklarni batafsil ko'rib chiqamiz. Fikrlaringizni izohlarda yozishni unutmang va kelajakdagi Chevrolet modellari haqida videolarni o'tkazib yubormaslik uchun Tarmax kanaliga albatta obuna bo'ling. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizni yanada sifatli avtomobil sharhlari tayyorlashga ilhomlantiradi. Har bir yangi videoda eng so'nggi yangiliklar, konsept modellar, sinov natijalari va foydali ma'lumotlarni siz bilan baham ko'ramiz. Tomosha uchun rahmat va keyingi videolarda yana uchrashguncha xayr.